Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Demak, mana hozir sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Ko'pchiligimiz shu narsaga be'tibormiz, ya'ni kompot. Hammaning uyida hozir Ramazonga atalib 3-4 banka olcha kompot olib qo'yiladi, olcha sharbati deymiz. Xo'p, ming afsuski ko'pchiligimiz mana shu olchalarni tashab yuboramiz. Mana shu olchadan to'g'ri foydalansak, ich qotadigan qabziyat bilan azob chekadiganlarga juda ham zo'r yordamchi bu, bilsanglar agar. Endi qaranglar, kasalni davolagandan ko'ra kasalni oldini olgan yaxshi deyiladi, bilasizlar? Sog'liq saqlash sohasida kim borki, hamma shuni aytadi, oldini olinglar deb. Bunda bu bilan men nima demoqchiman? Ya'ni mana shu olchani har kuni bir piyolasini ich qotadigan surunkali qabziyatdan azob chekib yurganlar. Mana og'zini ochib oldinglar, iftorliklarni qilib tarovehga borib keldinglar, yotishingizga hali yarim soat, 1 soat bor. Mana shunaqa bir piyolani to'ldirib olchani sovib olib, danagi bilan birga, danagini chaynamasdan, danagini butunligicha bir piyola iste'mol qilib yotinglar kechqurun. Xo'p, yarim piyola yosh bolalarga beringlar. Ajoyib yordamchi. Ham isrof bo'lmaydi, ham yo'g'onchining faoliyatiga yordam beradi. Ich qotib, qiynalib yuradigan tanishlarga tez bu videoni yuborib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.